Baribir ichini ko'raman. Bitta gaplashaylik, tushuntiray nimaga keldim. Biz bunaqa holat saqlashga mutlaqo ruxsat eta olmaymiz. Shuni qanday tayyorlaysizlar? Uyda tayyorlaysiz. Qachon tayyorlangan? Har kuni yangi tayyorlanadimi yoki kechagi qolib ketganda ishlatasizlarmi? Ko'chaga kiyiladigan kiyim bilan ichkariga kirish mumkin emas. Pirojka mahsulotlarini pishirishga yaroqsiz yog'larni to'kish jarayonidamiz. Hozir yog'ingizni men rangini ham ko'rib turibman. Bu bugun ishlatilgan yog' o'xshamaydi. Siz aybdor bo'lib qolasiz. Sizdan olganman mahsulotni, siz aybdorsiz deydi. Bu ishlatilmaydi yo'qki. Ayni damda biz Olmazor tumanidamiz. Bu yerda sanitariya xodimlari bilan birgalikda reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Diqqat markazimizda aholi orasida keng tarqalgan, ammo qay darajada, qanday sharoitda tayyorlanayotgani noma'lum tez pishar fast food pirojki do'kon shoxobchalari bo'ldi. Xo'sh, sotuvchilar sanitariya talablariga qanday amal qilishmoqda? Hozir buni bilib olamiz. Okajon, qanchadan buyon bu yerda faoliyat yuritasiz? Bu yerda faqat o'sha pirojka somsa mahsulotlarini tayyorlaysizlarmi? Tayyorlash jarayoni qattiq. Shu yoqdanmi yo ichkarida ham joy bormi sizlarda? Bu yoqda bor, ha? Tibbiy ko'rik daftaringlar bormi? Ko'rsatib bera olasizmi hozir tibbiy ko'rik daftaringlarni? Mavjudmi oldingizda? Yo'q, hozir yo'q. Tibbiy ko'rikdan o'tmay turib ishlashingiz mumkin emas. Har kuni yangi tayyorlanadimi yoki kechagi qolib ketganda ishlatasizlarmi? Bugun tayyorlaysizlar demak. Ichkarida tayyorlanadi bu ham, to'g'rimi? Yo uyda tayyorlab olib kelasizlarmi? Hozir meni e'tirozim bor. Bunaqa holatda qatnov qismida ekan joyingiz, to'g'rimi? Aholi qatnov qismi chang ko'tariladi, bakteriyalar bor. Sababli bunaqa ochiq holda solib qo'yishingiz o'zi noto'g'ri-da bitta. Sizda maxsus formangiz yo'q. Qo'lqop ko'rmayapman. Siz menimcha qo'shimcha savdo xodimi yo'q. Baribir pul bilan muloqot bo'ladi, to'g'rimi bu jarayonda? Pulni bilasiz qanaqa bakteriyaga boyligini. Tuman hududidagi pirojki va fast food tayyorlash shoxobchalaridan biriga kirganimizda palapartishlik bizni kutib oldi. Ish joylari anchadan beri tozalanmagandek go'yo. Ishchilar na maxsus kiyimda, na qo'lqopda faoliyat yuritishmoqda. Masalliqlarning saqlanish haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Yog'i qancha muddatda aralashtirasizlar? Har kuni aralashtirasiz? Bir kun davomida bir marta yog' qilasiz. Hozir ko'rib turibsiz, aynan shu mahsulotimiz pishiriladigan idishimiz o'zi sanitariya gigiyenik jihatdan talabga javob bermaydi va bu 1-2 kun ichida tozalanmagan ko'rinishidan ko'rinib turibdi. Hozir yog'ingizni men rangini ham ko'rib turibman. Bu bugun ishlatilgan yog'ga o'xshamayapti, okajon, rangilar. Ancha rangi xiralashgan, qoraygan. Yog'i ketma-ket tarzda aynan fast food tarmoqlarida ishlatishimiz mumkin emas. Yo'q, uni ko'ramiz. Men buni holatini aytmayman sizga. Bugun solingan yog' bu. Qayta ishlatasiz-ku. Bir kunda bir marta yog' solaman, kechga mutlaqo noto'g'ri o'zi bir kunda bitta yog' solish. Ishlatilmaydi yog' keyin. Bir necha marotaba deganim, siz bunga qayta qizdirgansiz. Qayta mahsulot tayyorlagansiz va bu shu holatga kelgan. Yo, zanoga tushuntiraylik. Ha, kanalizatsiya mumkin. Yerda bu yo'q-ku, hech narsa bo'lmaydi, yerni iflos qilmaydi. Farqi? Tursin faqat. Kanalizatsiyaga Ma'noga to'ksiz qaytamga suvni icha Ha, olmaydi suv kanalizatsiya mumkin emas. Ayni damda pirojka mahsulotlarini pishirishga yaroqsiz yog'larni to'kish jarayonidamiz. Sanitariya tozalash ishlarini qancha muddatda borasiz o'zi? Ancha muddatdan buyon borilmagan bu yoqda. Ko'ryapsizmi? Hozir ishlatiladigan pichoqlarning holatini. Men e'tirozim bor. Tuxum mahsuloti bunaqa holatda saqlanmaydi. Ichkarida harorat issiq. Tuxum yuvilmagan, ko'ryapsizmi? Un mahsulotlari turibdi bu yerda, boshqa narsalar aralash holatda. Kichkinaligi uchun shunaqa Yutishyapman. Xamiringiz ochiq holda turibdi bu. Qachon tayyorlangan bu? hozir xamir olingan, yopishga nima qilingan? Hozir mana endi xamir olamiz, nima qilamiz? Assalomu alaykum. Orviylar, salomatmisizlar? Bu yerda kim bilan gaplashsak bo'ladi? Kim? Men shahar sesdanman. Chiqsiz kimdir bilan bitta gaplashaylik, men tushuntiradigan narsam bor edi. Baribir ichini ko'raman. Bitta gaplashaylik, tushuntiray nimaga keldim o'zim. Anchadan buyon faoliyat yuritasizlar, menimcha. Aynan qanaqa mahsulotlar tayyorlaysizlar bu yerda? Hot dog tayyorlaysizlar. Yo'l chetidagi fast food budkalarida ham vaziyat maqtanarli emas. Budkalar ichida ham holat shunday. Oqar suv tizimi ham mavjud emas. Idish-tovoqlar va mahsulotlar bakalashka idishlardagi suvlarda yuvilmoqda. Turimiz yopiq, ochiq joyda emas, lekin men hozir ko'rmayapman, suv tizimi mavjud emas. Masalan, mahsulotlarni qo'lingizni yuvib turish uchun yoki o'sha joyi tozalab turish uchun idishlaringiz bor ekan, idishlarni yuvish uchun qanaqa suvdan foydalansizlar bu yoqda? Qanaqa tarzda bo'ladi shu joy? Yo, biz olib kelib
idishlardan foydalanamiz. Sizda oqar suv bo'lishi kerak bu yoqda. Yo'q, oqar suv yo'q. Yo'q. Qo'lingizni nima deyapsiz? Aka, qo'lingiz. U yoqdan olib kelamiz. Bunaqalarda idishlarga foydalanamiz. Bilan muomala qilasiz, suvar. Yuvamiz. Qo'lqoplar bo'ladi qo'limizda doim ravishda. Hozir bormi? Bor qo'lqoplarimiz bor. Hozir ko'rib turibmiz. Aynan Buyuk opa non mahsulotlarini saqlayotgan ekansiz. O'sha hot-dog uchun ishlatiladigan. Biz bunaqa holatda saqlashga mutlaqo ruxsat eta olmaymiz, chunki hozir ko'ryapsiz, ochiq holatda, yonida o'sha chiqindi idishingiz mavjud va bu holatda saqlash mumkin emasda. Sizni ko'ryapman, maxsus ustish kiyimingiz ham yo'q-ku. Siz taom tayyorlaysiz, bevosita o'sha xo'randalikda sotiladigan mahsulot bilan ishlaysiz-da. O'zingiz maxsus kiyimingiz bo'lishi kerak. Sanitariya qoida me'yorlarining buzilish holati kuzatilyapti. Ochiq turdagi o'sha aynan ko'ryapsiz bu yerda mayonez, ketchup mahsulotlarimiz, pishloq mahsulotlarimizdan tashqari salat mahsulotlarimiz ham borda. Mahsulot qo'shimchaligiga rioya qilish kerak. Pastda pishgan xom mahsulotlarimiz bor, dudlangan mahsulotlarimiz bor va ular o'sha xom va pishgan mahsulotlarni birgalikda ochiq holatda saqlashimiz mumkin bo'lmaydi. Ertaga kimdir oshqozonchilik faoliyati buzilsa, sizga kelib murojaat qiladi, siz aybdor bo'lib qolasiz. Sizdan olganman mahsulotni, siz aybdorsiz. O'tishda tozalash ishlarini amalga oshirish kerak. Aynan hududimizda ham tibbiy ko'rik daftaringizni olib kelib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Maxsus ust formangiz bo'lishi kerak, boshingizda ustki kiyimingiz bo'lishi kerak bo'ladi. Lekin bu yoqda suv tizimi bo'lmay turib faoliyat yurishingiz mumkin emas-da. Sizda suv tizimi bo'lishi kerak, issiq suv, sovuq suv tizimi bo'lishi kerak. Aynan bugun Olmazor tumanida joylashgan, ya'ni faoliyat olib borayotgan fast food tarmoqlaridan nazorat tadbirlarini amalga oshirdik va aksariyat o'sha o'rgangan obyektlarimizda guvoh bo'ldikki, birinchi navbatda faoliyat yurituvchi xodimlarning davriy tibbiy ko'rikdan o'tmagan holda, undan tashqari maxsus ish kiyimda faoliyat yuritmayotganligi guvoh bo'lindi. Bu esa birinchi navbatda o'sha taom tayyorlash jarayonida mikroorganizmlarning o'sha mahsulotga tushib qolishi va iste'mol qilinganda zaharlanish holatlarining kelib chiqishiga omil yaratadi. Ba'zi bir o'sha obyektlarimizda hattoki suv tizimida mavjud emasligini ko'rdik va aynan fast food tarmoqlari birinchi navbatda statsionar joyda, yopiq holda joylashgan bo'lishi, xonalari alohidalangan bo'lishi va mahsulot saqlash qoidalariga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Holat ko'rdikki, haqiqatan ham mahsulotlarni saqlash jarayoniga mutlaqo amal qilmasdan sanitariya qoida me'yorlarini qo'pol ravishda buzayotgan o'sha obyektimiz faoliyati ham ko'zdan kechirildi va natijada u yerda 30 litrdan oshiq bo'lgan, qayta ishlatilgan va sifat ko'rsatkichlari buzilgan yog' mahsulotlari saqlanayotgani va qayta ishlatilish holati kuzatildi. O'rganishlar natijasida albatta o'sha faoliyat yuritayotgan xodimlarga sanitariya qoida me'yorlariga rioya qilish bo'yicha tushuntirishlarni amalga oshirdik va ko'rsatmalar berdik va albatta har bittasida sanitariya qoidalariga rioya qilgan holda faoliyat yuritish, undan tashqari sanitariya kunini tashkil etib bir kun davomida tozalash ishlarini amalga oshirish tavsiyasi berildi. Bu kabi tekshiruvlar faqat jazolash emas, balki aholi salomatligini himoya qilishga qaratilgan. Fast food pirojki sotuvchilari sanitariya qoidalariga qat'iy amal qilishlari nafaqat qonun talabi, balki iste'molchilar oldidagi insoniy burchidir.